Nega amerikalik bilan turmush qurgansiz? Amerikada qanday tanishgansiz? Bu savollarni ko'p olaman. Bugun sizlarga turmush o'rtog'im bilan sevgi tariximizni aytib bermoqchiman. 2014-yilda 18 yoshimda oilam bilan Green Card orqali Amerikaga ko'chib keldik. 2014-yildan 2020-yilgacha bakalavrga universitetga kirishga harakat qildim va Bostonning Wellesley ayollar oliygohiga 100% grant bilan qabul qilindim. Universitetda men bilan bir xonada turgan qiz bilan juda yaqin dugona bo'ldik va 2021-yilda u bir tanishi o'g'li uchun kelin qidirayotgani haqida aytib qoldi. Boshida rosa ikkilanib uchrashishga qaror qildim. Telefonda bir marta, video orqali bir marta gaplashdik va ertasi kuni uchrashishga kelishdik. Ertalab 6 soat mashina haydab New Jerseydan meni ko'rishga Bostonga kelgan. Birinchi uchrashuvdanoq uning mehribonchiligi va jentelmenligi menga juda yoqib qolgan. 50 ta savol yozib chiqqan edim. Hammasini birma-bir so'rab kafeda 4 soat qanday o'tganini bilmay qoldik. Ikkalamizning qiziqishlarimiz va hayot maqsadlarimiz bir xil bo'lgani uchun turmush qurishga qaror qildik. Birinchi uchrashuvdan keyin yana 2 marta uchrashdik va men Yevropaga 6 oyga o'qishga ketayotganimni hisobga olib, fotiha qilishga qaror qildik. Fotihadan keyin men Yevropaga uchib ketdim. 2 oy davomida uzoq masofadan gaplashdik va nikoh o'qitib Yevropaga meni ko'rishga kelishdi. Yevropada birgalikda sayohat qilib ko'plab davlatlarga bordik. Yozda Yevropadan qaytib New Jerseyda to'yimiz bo'ldi. Hozir shirin qizalog'imiz bor va New Jerseyda yashaymiz. Ikkalamiz ham IT sohasida ishlaymiz va bog'imizda birgalikda dehqonchilik qilamiz. Turmush o'rtog'im Amerikada tug'ilgan, lekin aslida turk. Sizlar bilan Amerikada hayotimiz bilan bo'lishib